Dugonam ikkalamiz 69 yasab yotgan paytimizda akam kirib qoldi. Ikkalamizni ham shu holatda rassa. Do'stlar talablariga binoan kattalar videosi Telegram kanalini ochdik. Kimga qiziq bo'lsa havolasini kommentda qoldiraman. 10 mingdan ortiq videolar bor. Kirib bemalol 5 ga 1 ni urishingiz mumkin. Salom aziz obunachilar. Yana siz bilan uchrashib turganimdan juda xursandman. Bugun sizni ehtirosli va hissiyotlarga boy yangi hikoya kutmoqda. Men va dugonam azaldan juda yaqinmiz. Bolaligimizdan beri qo'l ushlashib, sirlarimizni bo'lishib, baxtli lahzalarni birga o'tkazganmiz. Lekin so'nggi yillarda orasimizda boshqa bir narsa paydo bo'ldi. Bu oddiy do'stlikdan ham ortiq, yurakni tez urdiradigan, ba'zida so'zlar yetmaydigan tuyg'u edi. O'sha kuni kechqurun men uni uyimizga taklif qildim. Uyalibgina keldi, ammo ko'zlarida allaqanday jilva bor edi. Biz birga choy ichib, uzoq suhbatlashdik. Gaplarimiz oddiy ko'rinsa ham, ichimizda yashirin bir ehtiros to'lqinlanib turardi. Dugonam yonimda o'tirganda yuragim qattiq ura boshladi. Uning qo'liga qo'lim tegib ketdi. Shu oddiy teginishning o'zi meni butunlay boshqa olamga olib ketdi. U ham buni sezdi, ko'zlarimiz to'qnashib qoldi. Ikkalamiz ham jim qoldik. Go'yo atrofimizdagi dunyo to'xtab qolganday edi. Bir lahzadan so'ng u jilmayib qo'ydi. Men esa uning jilmayishini ko'rib butunlay erib ketdim. Shu onda ichimdagi sirli tuyg'ularni yashira olmadim. Unga yaqinlashdim, u ham qarshi emasdi. O'sha sokin tun bizni bir-birimizni butunlay boshqa ko'z bilan ko'rishga majbur qildi. Bizning suhbatimiz asta-sekin hissiyotlarga aylanib bordi. Uning ovozi, qo'llarining mayinligi, yonimda o'tirganida taralgan hidi meni o'ziga tortardi. Bir payt qarasam, qo'llarimiz bir-biriga qattiqroq yopishib qolgan, ko'zlarimiz esa ajralmas darajada yaqinlashgan edi. Shu payt birdan eshik ochilib, akam kirib keldi. Biz ikkimiz ham sapchib ketdik. Dugonam yuzini yashirishga urindi, men esa noqulay vaziyatdan qizarib ketdim. Akam esa hech nima demadi, faqat hayron qarab turdi. U bir zumda hammasini tushunib yetganday edi. Xonaga og'ir jimlik cho'kdi. Men yuragim qanchalik tez urayotganini yashira olmadim. Dugonam esa boshini quyi soldi. "Kechirasiz", dedi akam ko'zini olib qochib. Men bilmagan edim. U sekin ortga qaytdi va eshikni yopdi. Shundan keyin biz ikkimiz bir muddat jim qoldik. Nafas olishimiz ham og'ir edi. Ammo shu hodisa bizni qo'rqitib yubormadi, aksincha yanada yaqinlashtirdi. Chunki bu vaziyatda his-tuyg'ularimizning naqadar chin va kuchli ekanini angladik. Men dugonamning qo'lidan yana ushladim. U ham jilmaydi, ko'zlarida iliqlik bor edi. "Bilasanmi", dedim sekin, "men hech qachon bunday tuyg'uni boshdan kechirmaganman." U ham menga qarab, "Men ham", dedi. "Lekin yuragim sendan boshqa hech kimni xohlamayapti." Bu so'zlar meni butunlay o'ziga rom qildi. Shu tun biz bir-birimizning dardimizni, quvonchimizni, orzularimizni aytib chiqib, chin dildan quchoqlashdik. Hech qanday yashirinlik qolmadi. Akam esa keyinroq yonimga kirib, sokin ohangda gapirdi. "Men boshida hayron bo'ldim, lekin seni tushunaman. Eng asosiysi, siz chin dildan bir-biringizni qadrlaysiz." Bu so'zlar biz uchun katta dalda bo'ldi. Chunki his-tuyg'ularimizni tan olish eng qiyin qadam edi. Biz esa bunga jur'at topdik. Oradan ko'p vaqt o'tdi. Lekin o'sha tun yuraklarimiz ilk bor bir-biriga ochilgan, ehtiros va mehr aralashgan tun biz uchun unutilmas bo'lib qoldi. O'sha oqshom osmonda oy yarim charoglanib turardi. Shamollar sokin, atrof esa girashira edi. Dugonam uyimizga kelishini aytganda, yuragim allaqachon hayajondan qattiq ura boshlagandi. U mening eng yaqin insonim edi, ammo so'nggi paytlarda ko'nglimda unga nisbatan paydo bo'lgan tuyg'ular oddiy do'stlikdan ancha narida edi. Eshik qo'ng'irogi chalindi. Yugurib chiqib eshikni ochdim. U eshik oldida jilmayib turardi. Oddiygina kiyimda, ammo u qanchalik oddiy bo'lmasin, men uchun hamisha